Ozodbek endi buni narxi qiziq. Ayting. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva-bozorlar. Mana biz bugun Farg'ona viloyati Beshariq tumani Jarvoz qishlog'iga yetib kelganmiz. Bu yerda xudo xolasa bo'g'ozlarimiz sotiladi. Bu yerda o'zi jasilgan bo'g'ozlar bir ma'lumotlarni olamiz. Bugungi sanamiz 29-yanvar 2026-yil, haftamiz kuniga esa payshanba. Ani, assalomu alaykum. Kerak Ozodbek. Yaxshimiz, hozir yaxshimi? Obunachilarga kattakon salom. Bugun hop bo'g'ozlarimiz bor, bitta sigirimiz bor. 3 ta bo'g'ozimiz bor. Bitta sigirimiz bor, shularni mana ko'rsatamiz obunachilarga. Bunisi birinchi tug'ishga. Birinchi tug'ishga. Birinchi tug'ishga 7 oylik bo'g'oz. Birinchi tug'ishga 7 oylik bo'g'oz. Bunisi ikkinchi tug'ishga 8 oylik bo'g'oz uka. 8 oylik. Abdullajon metrda olib chiqing hozir bo'ylarini, mana tagoshlarini ko'rsatib ko'ring, uvoshliklarni. Va so'skalari 4 joyda oqiydi. Hali kuragi olmagan otishlarni ochib ko'rsatamiz. Ikkala molimiz ham yuvosh. Mana bunisi yuvoshliklari mana. Yuvosh mana tumalari 4 joyda. 8 oylik bunisi. Ikkinchi tug'ishga bitta tug'gan bunisi. Kuragi nechta buni? Buni kuragi 4 ta 6 ta ochib ko'rsatamiz buni. 4 ta qilgan bo'lsa 6 ta qilganda. Bo'ldi. Hozir metrlab bo'ylarini bir ko'rsatak. Bo'ylarini o'lchaymiz Ozodbekjon. Kel. O'lchavering-chi. Mana, o'zi solib. Mana. 1.35, 1.36, 1.35 ga olsin. 1.35 plyusda. Lekin orqa tomoni ancha dadil mol, orqa tomonlari ancha baland mol. Unisi 1.35. Oldiga turing-chi, oldiga. Mana. O'zi ko'rinyapti. Bunisi mana. Bunisi 1.34, 33 shunaqa ekan mana. Oldi tomoni mana shu. 1.30 plyusga beraveramiz ekan. 1.30, 1.35 ga olaversin. Shu holati mana kuraklarni ko'rsatib qo'yib ularsiz. Bunimiz ishi buzuq mana xudo xolasa. Tak. Mana kurak olmang. Mana. Buzuq. Hali. Ko'rindi. 7 oylik bo'g'oz bunimiz. Bo'g'oz. Bu narxini ham aytib o'tib ketding endi bir. Buni Ozodbekjon oldiq ochtisi yo'q. Oldiq ochtisi yo'q, 30 million so'm. Ozgina hayri bor. Ozgina. 30 million ozgina hayri. Ozgina hayrini qilib beramiz. Dastlabkilari kelishilgan holda. O'ta yuvosh. Yuvoshligi yuvosh, o'zi zotning egasi ham katta molli bolalar. Yeb ichishlar, sog'liq. Sog'lig'i, yeb ichishi hamma yo'g'iga garantiya. Hamma yo'g'ini tekshirib olinaveradi. Birorta aybi yo nuqsoni yo'q molda. Yetalab ham ko'rsatib. Bormi dastlabki? Dastlabkasi kelishilgan holda Ozodbek. Dastlabkasi kelishilgan holda. Mana buni. Tak. Mana 6 ta ekan mana. 6 ta ekan. Bitta tug'gan. Yangi o'tkir qilich o'tishlar ham. Bitta tug'gan, ikkinchisiga 8 oylik bo'g'oz. 8 oylik bo'g'oz. 8 oylik bo'g'ozligi, yuvoshligi, yeb ichisi, birorta nuqsoni yo'q. Hamma uni ko'rib sinab olishaveradi. Sinab olinaveradi. Muammosi yo'q, Buni narxi qancha endi? Buni 33 million. Ozgina hayri bor. 33 million beramiz, ozgina hayri bor. Ko'p emas, ozgina hayri o'tib beramiz. Bo'ladiganimi yo rasmi? Telefon qilishaversin. Ozgina hayrini o'tib beramiz. Yuvoshmani. Joyimiz ozgina torroq. Otga o'xshaydi-ku. Molimiz holatlari yetalagan, endi orqalari, korobkalari ham yaxshi. Yog'oshlari ham yo'q mana. Yog'oshlari ola chiroyli ekan. Mana kallalarni olib bering mana. Hamma yo'q joyida. Kalalari.
Mana shu holat mana. Dahshat, otga o'xshaydi-yu. Aha. Obunachilar, tuyolari ham Tuyog'ida, yeb ichishida birorta nimasi yo'q, yeb ichishi hamma yo'g'i zo'r. Yuvoshligi yuvosh. Yuvoshligi mollar. Tuyoqlar ham istagan tuyoq, ko'rsatib qo'ying yaqinda. Muammosi yo'q, bittasini endi baylab chiqamiz Ozodbekjon. bo'ldi. Buni olib kirib Ha, qo'ying. buni olib kirib qo'yamiz. Hagisini yetalab ko'rsatamiz, joyimiz torroq. Xo'p. Tuyoqlarni ko'rsatib qo'ying. Buni haqiqiy istagan tuyoq, Istagan tuyoq. sog'lig'i zo'r. Jonivor. Yuvoshligi yuvosh mana molimiz. Yurishlari mana. Nimalarni ko'rsatib qo'ying, kalla oshlarini. Bu ham rossiyskiy, xudo xolasa. Kelishimlari o'ta yaxshi mol. Kelishimlari Yuvoshlari yuvosh mana. Birorta nuqsoni yo'q. Molimiz. Mana Do'stlar. hurmatli obunachilar. Orqa korobkalari ham yaxshi, xudo xolasa. 50 molimiz. Olib turib, tug'dirib, buni ichaman degan aka-ukalarimizga xudo xolasa zo'r siyir bo'ladi. Tuyoqlarni olib bering mana. Istagan tuyoq. Mana istagan tuyoq. Kalla oshlari. Bitta tug'gan, ikkinchi qoringa. Bitta tug'gan, ikkinchi qoringa. Xudo xolasa 33 million. Ozgina xayrini qilib beramiz. 33 million ozgina xayri bor, ha. Dastlabkilari kelishilgan holatda. Ular kelishilgan oldi. Obunachilar. Bo'ldi, buni ham olib kirib qo'ying. Keyingilarni olib qo'ying. Hurmatli obunachilar, keyingi navbatda Ozodbekjon 3-molimiz mana. 3-molimiz. Bunimiz ham birinchi tug'ishga. Aha. Ammo zotli yaxshi katta molni bolasi. Aha. 6 oylik bo'g'oz. Aha. 6 oylik bo'g'oz. Ha, bolasi mana qo'lga ham kelyapti. Qo'lga tegyapti. Ha, mana qo'lga kelyapti bolasi. Aha. O'zi kuragi yo'q, buzov hali. Yuvoshlari o'ta yuvosh mana. Tag boshlarini tugmalarni ko'rsatib qo'ying mana. To'rt joyda uzun-uzun tutaklari. Bu shala tashab qo'ygan o'zi, bo'g'oziga bilinib. Ha. Oq yelnaka. Oq yelin, hozir bitta bo'ylarini ham o'tab qo'ysak bo'ladi. obunachilarga bir ko'rsatib mana o'lchab qo'yaman. Mana holatlarni olib bering molni. Otagan. Ko'tlari butun narsa. Butun. Etoshlari Xudo o'ta yosh ekanda. bitta xo'jalikka olgan odam baraka topadi. Yaxshi sigir bo'ladi. Bitta bo'ylarni o'lchak. Tak mana kirib oldi-da bu. Qani, bu yoqinchi. Ne qilchi mana. Xo'sh. Xo'sh. Mana 120. Xo'sh. Tak. Ular oldin chiqmagan. Mana 126, 125 ga olaversin. 125. Ha, oldi tomoni 125. Arqa tomoni ana qo'shlarni ko'rsatib. Orqa boshlari mana tuyoqlarni ko'ryapsizlar. Holatlarni ko'rsating. Yaxshi. Hozir kuraklarni ham nima qilamiz buni? Hali yosh, hali buzov. O'zi. Xudo olgan odam yaxshi sigir qilib oladi. Olgan odam baraka topadi. Mana ke. Mana tishlar hali. Buzovchi. Hali beri kirak yormaydi xudo xolasa. Bari katta bo'ladi bu molimiz. Endi buni narxini qancha deymiz? Endi bu molimizni narxi Ozodbekjon buni yengil qo'yamiz xudo xolasa. Yengilroq, ha? 6 oylik bolasi qo'lga keladi, u muammosi yo'q. Xolasa ko'rsatib olaversin. Lekin molga tushunadigan akalarimiz bo'lsa, bolasi qo'lga kelyapti. 6 oylik bo'g'oz. Narxini Ozodbek 23 million kelishtirib beramiz. 23 million kami bor. 23 million kami bor, ha? Ha, bunaqa pashta o'najini ham shunaqa pul olib qolyapti mana. Ha, to'g'ri. O'najini ham shunaqa pul bo'ladi pashta. Zo'rnar bo'ldi 23 million. 23 million xayri bor. Telefon qilishsa o'tib berilgan joyi bor Ozodbek. Bo'ldi. Mana yuvoshligi o'ta yuvosh. Mana bag'dan ham ko'rsatib qo'ying. Yaxshi sigir qilib oladi uni. Oq yelin, hurmatli obunachilar, to'rtta tuymasi sog'lom. Kamchiligi yo'q molimiz. Xudo xolasa yeb ishlari, sog'liqlari joyida ekan. Tuyoqlari ham qanaqa tuyoq bu?
Yaxshi, stakan tuyoqlarmi? Istagan yo'qda. Bir joyda turgan mana, ko'rsatib qo'ying. Turgan. Ya olgan odam baraka topadi, baraka topadigan mol. Hamma yo'g'i kelgan. Yosh, bu hali yana katta bo'ladi. Banani sigirib qoladi. Saqlagan odamniki mol. Bo'ldi, mol. Tak. Uncha tashqari chiqmagan ekanda, qo'rqyapti. Ozodbekjon, sherimiz yangi tug'gan. Birinchi qoringa. Bu shu sortdan. Shu eski sortdan. Ha. Shu sortdan. Bu molimiz ancha dadil-ku. Bu molimizni bo'ylari ham malari. Mana idishlar, hurmatli obunachilar. Oq yo'li turili tuymasdan ham chiqadi, sog'lom. Mana orqalari. Ozodbekjon, yuvosh moldi. Yuvoshliklar. Mana shu holatda mana. Birinchi qoringa. Hop, ishlarini ko'rsatib qo'y shu molni. Nima qilganlarga mana qiziq kuraylarni mana. Mana yangi. Mana endi yoribdi itda. Endi yoryapti, ya'ni va. Yuvoshliklari o'ta yuvosh. O'ta yuvosh mana. Tumalar to'r joyda. Hali og'izda. Mol sog'ib olingan, hozir holat dimlangan yo boshqa holat. Dimlangan yo'q-a? Yo'q. Xudo xolasa mana shu og'izda hozir bolasini ortgani hali rostmana sutga kirgan yo'q, ishlari bor. 10 litr bolasini ortib sog'layapti mol. Xudo xolasa mana shu ishlari qaytib, nima qilib ishlari qaytib olsa 15 litr sutni beraveradi mol. Lekin 10 litrga biz beraveramiz. 15 ta sut indamay beradi. Bu bolasini olib chiqinchi ko'raychi. Bu bolasi, ha? Bolasini ovozcha mana. Bolasini ovozcha. Mana yangi tug'ilgan biz o'g'imiz. Hozir 2 kun, 3 kun bo'lyapti. 2 kunlik. 2 kunlik, ha? Hali kindiklari endi rostmana qatigan ham yo'q kindiklari. Bolasini ovozcha. Chiroyli ekan, bolani ham chiroyli berib. Bolasi ham o'zini sortidan oladi. Shu. Bemalol, bexijolat. Tuyoqlar istagan tuyoq. Molni gazlarini ham ko'rsatib qo'ying. 50liklar, uzunliklarni ko'rsating. Istagan tuyoqlar hamma yo'g'ini biranta nuqsoni yo yeb ichishi sog'lig'i 100% garantiya beriladi molga mana. Yuvoshliklari, muammosi yo'q. Hammasi sut chiqishlari birinchi tug'ish bu. Nimasi muammosi yo'q. Ozodbekjon, endi buni narxi qiziq. Ayting. Bu molimizni xudo xolasa yengil qo'yamiz bunisini ham. 35 million ozgina xayri bor Ozodbekjon. 35 million, ha? Telefon qilsa ozgina o'tib beramiz. 35 million ozgina xayri bor ekan. Mana bo'ylarini ham bir o'lchab ko'rsatib qo'ying. Bo'ylarini ham o'lchab qo'ying. Bir bo'ylarini. Endi bo'yida gap basi tasavvur qilib olgani. Bolasini nima qilinglar? Bolasi qilyapti bu. Tek. Tek. Bolaga oldiga nima qilib qo'yish kerak ekan. Bo'ylarini o'lchak mana Ozodbekjon. Bu. Mana kel. 1.36, 1.35 ga olaversin mana. Aslan ko'rsatib qo'ying. 1.35, ha? 1.35 ga olaveradi, 1.36. 1.35 ga olaversin. Oldi tomon, lekin orqa tomoni 1.40 chiqadi molni. Kelishimi orqalari yaxshi. Ancha dadil ekan otamizdan. Mana keyingi navbatdagi sigirimiz. Ozodbekjon, mana puli yengil. Yana ozgina suti bo'lsa, o'zimiz qo'yib qochirib olamiz degan aka-ukalarimizga 5-6 litr suti bor. 5-6 litr. Ha, bitta tug'gan. Kurak, 2 kurak. 2 kurak. Ha, 2 kurak. Yuvoshliklari yuvosh. O'zimizda sog'ib ichganmiz. O'sha yangi tug'ganda 10 ta, 11 ta sut bergan. O shalalari, taglarini ko'rsatib qo'ying Ozodbekjon. Mana. Yuvoshi o'ta yuvosh. Shunday o'tirib
Barlar sog'uradi. Tugmalari uzun-uzun. Tugmalari sog'liqmi? Endi hozir sog'in bo'lgan. Aha. Dimlab yo boshqa ko'rsatganimiz yo'q, ammo 5-6 litr suti bor. Aha. Yuvoshiklari, et boshlari yaxshi. Sutiga akalar. Ha. Buni Ozodbek. Narxini ayting endi. Buni Xudo'zi akalarimizga bitta buzovni narxiga qo'yib beramiz mana. Bitta buzov narxiga. Ha. Bitta buzovchi ham hozir 15-16 million so'm. Aha. Ozodbekjon 15 million xayri bor molda. 15 million. Ha, birinchi telefon qilingan odamga sotamiz molni. Birorta mini nuqsoni, yeb ichish, sog'liqlari, emlamalari, hamma nimalari bo'lgan. Hamma yo'g'ini sinab olishaveradi. Aha. Muammosi yo'q. 15 million ozgina xayrini qilib beramiz mana. Bitta buzovchi ham Ahmedida buni boqib sutini ichib o'zi kuyikka kelyapti Ozodbekjon. Aha. Kuyikka kelyapti, hozircha qo'yganimiz yo'q. Olib borishib bemalol sutini olib bemalol mana. Bu muammosi yo'q. Erkakdan, xotindan, bu odam kelib sog'ib, to'rtalab tuymasi sog'lig'iga mana. Hamma yo'g'iga garantiyasi bor molni mana. 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 Ozodbekjon. Mazza baraka topadigan mol. Bo'ylar. Bo'ylarni bir sidra o'lchab ko'rsatib qo'yamiz akalarimiz. Lekin juda mayda, juda hashaki mol biz. Gazlarni olib bering. Gazli yaxshi molimiz. Xo'sh. Mana Ozodbekjon. O'zi xolis mana shunday bo'laveradi mana. 1.26 ekan, mana 25 plus minusga olaversin. 25 plus minusga olinaveradi bo'ylari. Yeb ichish sog'lig'i 100% garantiya lekin molga. O'zimiz to'dirib ichgan mol. Yeb ichish sog'liqlari 100% garantiya. Ha. Dastlabkilar kelishgan holatda akalar bitta buzovni. Akalar dastlabkilar kelishamiz, ha, telefon qilishsin. Telefon nomerlarini aytib qo'ying. Telefon nomeri 91lik. Aha. 145 76 67. Qiziqqan akalarimiz aloqaga chiqaveradi. Aytgan narxlarda kami bor. Xayrini qilib beramiz. Telefon qilsa gaplashamiz. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana ko'rdinglar bitta buzovni puliga. Sutini ichaman degan aka-ukalarimizga xudo xolasa zo'r narxda bo'ldi. Manzilimizni yana bir qator aytib o'tamiz. Farg'ona viloyati Beshariq tumani Jarbosh qishlog'ida. Xudo xolasa kelib ko'rib bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi. Shu molni bitta kuragini ko'rsatib qo'ying. Qiziqqanlarga, ha. Bu. Bitta kuragini ochib ko'rsatib qo'ying mana. Mana ikkita. Mana to'rtinchisini endi yoribdi mana. Bitta tuggan mol. Tuggan mol. Ha. Pastga nomerlarni yozib qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu joyning lokatsiyasi Telegram kanalda bo'ladi. Telegram kanaliga o'tib lokatsiyani topib olaverasizlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Chorvalarga baraka bersin, ishinglarga rivoj. Hammaga rahmat.